Assalomu alaykum. Men Salomat opamdan oldilariga bugun rahmat aytgani keldim. Muhammad Solih o'g'lim 2020-yil o'g'lim bor. 5 yoshga to'ldi. Alhamdulillah. O'tiblarimni sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Farzandi autizm yoki biron bir nevrologik kasalligi bor onalar, meni eshitinglar, men sizlarga aytay deb keldim. Meni o'g'lim ham autizm edi, diagnoz autizm edi. Alhamdulillah diagnozdan chiqib ketdik. Shu yerda Salomat opam bilan oldilariga keldik. Shu yerda 6 tagina kurs lecheniyadan bolam sog'ayib ketdi. Xudoga shukr, alhamdulillah. Mani bolam kelganimizda eshitmas edi, chaqirsak eshitmasdi, qaramasdi, hech narsa yemasdi. Faqat mashinasi bo'lsa bo'ldi. Mashinani g'ildiratib-g'ildiragini aylangan tomosha qilib o'tirardi. Hech narsa yemas edi, chinqirardi, qichqirardi, giperaktivniy edi, sakray urardi, chinqir